Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi harfimiz ya harfi. Ya harfiga kelibmiz. Inshaalloh ya harfini o'rganamiz. Xo'p, ya harfini ham arab tilida to'rtta ko'rinishi bor. O'zbek tilida buni talaffuzi bor. O'zimizda ya kabi talaffuz qilsak bo'ladi. Xo'p, e'tibor beringlar. Buni ham ikkita nuqtasi bor pastida. Xo'p, so'z boshida bilan so'z o'rtasidagi ko'rinishi xuddi bu sa yoki ta yoki ba kabi, faqat nuqtasi bilan farq qilinadi. Xo'p, alohida shakli va so'z oxiridagi shakli sal boshqacharoq. Bu ham satr pastiga tushib yoziladi. Yozuviga e'tibor berasizlar. Xo'p, so'zlarini o'qiymiz. Baytun, b bo'ldi bu harfimiz. Baytun. Bu 3 ta nuqtasi bor. S deb o'rgandik o'tgan darsda. Siyabun. Xo'p, e'tibor bering, ya'ni tanvinda yozilmabdi. Buni siyab qilib b'ni to'xtab o'qisak ham bo'ladi. So'z oxiridagi bu harakat o'qish o'qimaslik ixtiyorlarda. Xo'p, keyingisi tinun. Tinun. Xo'p, baytun. Baytun uy degan ekan mana. Baytulloh balki Allohning uyi ya'ni. Xo'p, siyabun kiyimlar. Tinun anjir. Ayna qayerda degan ekan. Xo'p, bu gaplarni ham o'qiymiz. Ayna baytun uy qayerda? Ayna qayerda degan ekan mana. Ayna baytun uy qayerda? Ayna bintun. Bintun qiz degan edi. O'tgan darsda o'rganganmiz. Qiz qayerda? Ayna siyabun. Siyab kiyimlar degan edi mana. Kiyimlar qayerda? Ayna tinun. Tinun anjir degani. Anjir qayerda? Tin surasi ham bor. Va tin. Xo'p. Ayna banatun. Qizlar qayerda? Banat qizlar degani. Ayna babun. Babun eshik edi. Eshik qayerda deyilyapti. Xo'p, bularni ham boshqacha o'zingizlar bir qator o'qib olinglar. Xo'p, keyingi darslarda inshaalloh yana davom ettiramiz. Ma'assalama.